Yangi ariq 24 kanali. Yangi ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Yangi ariq 24 ni doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun Yangi ariq tumanida sizlarga zo'r yangilikni aytib o'tmoqman. Aynan bu yangiligimiz Xorazm viloyati uchun zo'r yangilik. Yangi Xorazm turar joy binolar qurish firmasida do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, fasad tarafi ko'rinishi, shunday joylar do'stlar endi Yangi ariq tumanidan quriladi do'stlar. Bu yangilikni sizlarga biza birinchi chiqaramiz. Hamisha shuning uchun bizani qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Endi qaranglar do'stlar, shu yerda sizlarga qisqacha ravishda tushuntirib o'taman. Shu yerda masalan musofirda yurgan yurtdoshlarimiz bor. Ko'pchiligi shu musofirga uy olaman, joy olaman deb ketadi. Shuning uchun musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r yangilik bor do'stlar. Musofirda yurib, masalan shu yerda endi joy olishlaringiz ansab bo'ladi. Manziline keladigan bo'lsak do'stlar, Yangi ariq tumani xalq tilida aytilganda Shixon mahallasi, aynan Shixonga aylanganingizdan darvozadan metan zapravka bor. Metan zapravka 70 chapqolda do'stlar, shu yerda uy joylar qurilib turibdi. Endi bu yerda 1 gektarda joylashgan kichkina shaharcha hisobida quriladi namunali joylar va sifatli materiallar bilan video davomida fundament etish jarayonlarini, beton quyish jarayonlarini hammasini syomkalari bor ekan, tashlab berdilar. Shularni sizlar e'tiborlaringizga havola qilib ko'rsataman. Shu sifatli mahsulotlar, sifatli sementlar ishlatilib, xullas joyimiz sifatli ravishda kelib chiqadi do'stlar. Fasad taraf ko'rinishi eslatib o'tamiz. Fasad taraf ko'rinishi shunday bo'ladi. Bunda giraverish qismi, uyga giraverish qismida bu yerda girgan yer tambur, o'zlarimizning xorazmcha aytganda shunday solinadi. Girganingizdan keyin bir dolan hisobi pastda birinchi etajda endi bu. Keyin bir sanuzel, keyin kuxnisi, bu yon taraf spalni, zal bo'ladi. Endi ikkinchi etajından bir spalni, sanuzeli, 2 spalni, 3 spalni, bir zal oladi. Shunda общий tepada 3 spalni, pastda 1 spalni, kuxnisi, har xonada, har etajda shunda отдельный sanuzeli bor ekan do'stlar. Keyin undan tashqari joyimizni ko'rib turganlaringizdek, uyga girish qismini yon tomonida darvoza bo'ladi. Darvozadan shunday kirib kelsangizda orqa tarafi bog' bo'ladi yana. Bu yon tarafda ham yozgi sanuzel joylashgan. Ya'ni tualeti, banisi bo'lgan tarafdan bor. Endi bu yozgisi, bu esa qishkisi. Yon boshda darvoza bor. Görünüşü joyni, planı ko'rib turibsizlar. Hozir ichan tarafga giramiz. Ichan tarafni batafsil ko'rsatamiz, tushuntiramiz. Do'stlar, Yangi Xorazm firmasida endi bu yon tarafini sifatli joylarni sotib olishlaringiz mumkin. Narx-navolarni va qolaversa nechki variantlar bor, nechki bir xalqimiz tarafama yaxshi foydali taraflari bor. Hammasini hozir batafsil tushuntirib o'tamiz ichan tarafda. Bir like'larni bosib qo'llab-quvvatlaysizlar. Gazi, sveti, ichimlik suvi umuman muammo bo'lishi mumkin emas. Gazi, svetinde va ichimlik suvi kelib turibdi yaqin tena. Xullas, ichan tarafni ko'ramiz, ketdik. Do'stlar, hozir ichan tarafga girdik. Aynan biza turgan hudud 1 gektarda joylashgan. Oddiy bir narsani tushuntirib o'taman. Bunda gücümimiz bor. Gücümimiz ham kesilmaydi. Shu joyni bog'gan tarafida qoldirib beradi ekanlar do'stlar. Bu yerda endi pastda telefon nomerlari bo'ladi. Pastdagi telefon nomerlari aloqaga chiqib, joy haqidagi ma'lumotlarni bilajak bo'lsangizlar, telefon urishlaringiz mumkin. Eng qiziqli yerini aytib o'taman, qaranglar. Eng qiziqli yeri joyni 30% to'lovini oldindan to'laysizlar, bank aralashtirmagan holatdagina o'zini shu pulini 2 yil muddat ichida o'zlarining shoti bor ekan, shu shotini foizsiz to'lab borishlaringiz mumkin bo'ladi ekan. Bu degani masalan oldindan 50 million berasizmi yoki bo'lmasa 70 million berasizmi, xullas 30% ni to'laysizmi yo 30% ni o'tirib to'laysizmi, umuman muammo bo'lishi mumkin emas do'stlar. Ariyan tarafiniki 2 yil muddat ichida to'lab borasizlar shotini tashlab. Qaranglar do'stlar, bu xalqimiz uchun zo'r manfaatli video bo'lib turibdi. Shuning uchun like'larni bosib qo'llab-quvvatlasangizlar, xudo xolasa bundan buyon tarafini ham shunday joylarni chiqarib boramiz. Aynan do'stlar, Yangi ariq tumanida hali birinchi marta bu bunday joy solinishi Yangi ariq tumani Qarmush qishlog'i Shixon mahallasida. Gaz, svet, kommunalchiyadan umuman muammo bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, ichan taraflarini ko'rsatamiz endi. Joy hozir qurilish jarayonida turibdi. Shu 1 gektarda joylashgan shu kottejlarimizni qurilish jarayonuna kelib turibmiz. Do'stlar, bu videolarimiz endi xudo xolasa har hafta davomida chiqib boradi. Aynan joyimiz qaysi jarayonga keldi, nerede kelib turibdi, necha ishlar bo'lib turibdi, hammasini batafsil tushuntirib o'tamiz sizlarga. Hozirgi kunda namunali joylarimiz 25 tane kottej tushadi ekan. Plan bo'yicha 25 kottejni planlashtirib qo'yibmiz dedilar. Eng kami 300-310 kvadratdan bir dana kottejingiz kelib chiqadi ekan. 30% mi, 50% mi, xullas imkoniniz boricha to'lasangizlar sizlarga tayyorlatib beradi ekanlar. Ana keyin qolgan pulini bank aralashtirma holatda o'zlarini shotuna tashlab berib o'tiraverasizlar. Lekin bu zo'r. Bizning shu to'lasha 2 yil muddat ichida imkoningiz yo'q bo'ladi bo'lsa, bankka borasizdan, bankdan kredit olib turib, buni yapib berasiz. Keyin bankka 15-20 yillarni xullas o'zlaringiz planlashtirib, ipoteka turib, buni chiqarib olib to'lab berasizlar. Xullas, variant ko'p. Kelinglar, ko'ringlar, qiziqib ko'ringlar. Pastda telefon nomerlari bo'ladi, pastda telefon nomerlariga bog'laninglar. Lekin sifatli materiallar ishlatilib turibdi do'stlar. Hozir video davomida men sizlarga aynan shu joyimizga fundament atilgani va fundamentni ichidan ichki dosh tashaldi. Xullas, hamma ma'lumotlarni, hamma videolarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pastdagi nomerlar, telefonsangiz va hamma qolgan ma'lumotlarni o'zlari tushuntiradilar do'stlar. Bu yon tarafında yana bog' bor dedilar. Shu bog'lar ham hattoki buzilmaydi do'stlar. Bog'lar ham shu joyning ichine bog' yon tarafidan planlashtiriladi, shu tashak ketiladi shu yerga. Bog'dagi mevalar ham chopilmaydi dedilar. Lekin zo'r, lekin kichkina shaharcha bo'ladi dedilar. Bir kichkina shaharcha bo'lib, aynan shu ko'rib turgan darvozalaringizda shlagbaum qo'yiladi ekan. Mashinada kelsangizlar, masalan, tuni ketgan narsa bo'ladi. Tuni ketgan narsani shlagbaumga tutasizlar, shlagbaum ko'tariladi, mashinada o'tib ketaverasizlar. Boshqa chujoy odam girib bilmaydi. 25 kottej tushadi bo'lsa, bog' ham bo'ladi, 2 etaj bo'ladi. Xullas, zo'r yangilik Yangiariqda. Yangiariq xalqi uchun, Yangiariq ahli uchun aynan zo'r yangilik bo'lib turibdi do'stlar. Hamma yeri asfalt bo'ladi ekan. Sizlarga ma'lumotlarni berib bildik degan umiddamiz. Agarda kim tushunmagan bo'lsa, kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Keyingi videolarda shu savollaringizga javob berib o'tamiz do'stlar. Pastdagi telefon nomerlariga telefonlarsangizlar, aniqroq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda görüşguncha hammangizga xo'sh deymiz. Bir layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar bizani. Xudo xolasa yana ham kelib qurilish jarayonlarini, ish jarayonlarini va qolaversa, nechik yana xalqimiz tarafidan yaxshi manfaatli bir foydali taraflari bor. Shularni ham hammasini ko'rsatib o'tamiz. Yangiariq xudo xolasa poddeshada bo'lib turasizlar. Bundan hali joy Yangiariqda birinchi marta salinishi do'stlar. Rahmat hammangizga. Yangiariq 24 kanali. Yangiariq